Bugun biz Maksam Chirchiq aksiyadorlik jamiyati hududidamiz. Bu korxona O'zbekiston kimyo sanoatining muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu yerda qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan mineral o'g'itlar, shuningdek sanoat uchun turli kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, korxona mahsulotlari nafaqat ichki bozorni, balki eksport yo'nalishlarini ham qamrab olgan. Korxona Chirchiq shahrida joylashgan bo'lib, minglab ish o'rinlari yaratgan va hudud iqtisodiy rivojida muhim o'rin tutadi. Ayni paytda ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Bu esa mahsulot sifati va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Bugun ushbu korxonada faoliyat yuritayotgan xodimlar bilan mehnat faoliyati, sharoitlar va talablar haqida gaplashamiz. Maksam Chirchiq aksionerlik jamiyati 1940-yilda tashkil topgan bo'lib, mana bugungi kunda 85 yil ichida yilligini nishonlamoqda biz. Bugungi kunda jamiyatimizda 5200 ta ish xodim faoliyat yuritadi. Bugungi kunda 5200 dan ortiq ishchi xodimlarimizdan 1400 taga yaqin ishchi xodim oliy ma'lumotli kadrlar hisoblanadi. Muammolardan biri nimadan iborat? Muammolardan biri shundan iboratki, 90-yillar bilan 2010-yillar atrofida oliy ma'lumotda biz chet shahar bo'lganimiz uchun oliy ma'lumotni olish uchun Toshkent shahrida asosan o'qishga shart edi. O'shaning uchun Toshkent shahrida qatnab, ish paytidan ishdan tashqari sirtqi yoki kechki payti o'quv bilimlari yurtlari bo'lmagani uchun bizda kadr masalasi bo'yicha shu o'rta yoshli bugungi kunda 40 dan ortib yoki 35 dan ortib 40 gacha bo'lgan yoshlar orasida oliy ma'lumotlar juda ham kam. Lekin mana xabaringlar bor, keyingi 7-8 yilda sirtqi bo'lim, kechki bo'limlar ochilgandan keyin biz o'zi bugungi kunda 600 ta ishchi xodimimiz ham sirtqi, ham kechki ta'lim muassasasida odam o'qish olib boryapti. O'ylaymanki 1 yil 2 yil ichida bizga 2000 dan oshiq bu ishchi xodimlarimiz, texnik xodimlar bo'ladi, oliy ma'lumotga ega bo'lganlar. Har qanday yirik korxonaning muvaffaqiyati avvalo malakali mutaxassislarga bog'liq. Maksam Chirchiqda ham xodimlarni tanlash, ularni tayyorlash va ishga qabul qilish tizimiga alohida e'tibor qaratiladi. Korxonada turli yo'nalishlar bo'yicha muhandislar, texnologlar, operatorlar, elektr mutaxassislari, dasturchilar va boshqa ko'plab kasb egalari faoliyat yuritmoqda. Ishga kirish talablari bizda korxonamizda malakalarni baholash markazi bor. Malakalarni baholash markazida avval test sinovlaridan o'tib, test sinovlarini muvaffaqiyatli topshirgandan so'ng og'zaki imtihon orqali ikkinchi etap imtihondan o'tsa, muvaffaqiyatli topshirsa biz muammo yo'q, ishga qabul qilamiz. Endi ishga qabul qilishda bizda barcha bo'sh vakantlar o'zimizning veb saytimizga joylashtirganmiz. Yo'nalish bo'yicha test imtihonlari bo'yicha savollar hammasi saytga qo'yilgan. Talabgorlar bemalol ko'rib, foydalanib, qaysi yo'nalish bo'yicha imtihon topshiradigan bo'lsa, test sinovlaridan foydalangan holda kelib topshirib, muvaffaqiyatli o'tsa, hech qanday e'tirozimiz yo'q, qabul qilamiz. Bizda hozirgi kunda ish so'rab kelayotganlarning asosiysi shu kimyo texnologiyani tugatgan yoshlar bo'lyapti. Sababiki biza mineral o'g'itlarni ishlab chiqarish bo'lganimiz uchun shu yo'nalishda asosan kelib ish so'rab kelishadi. Bundan tashqari yana kelib so'raydigani bizda svarshiklar bor, elektrogaz payvandchilar, chilangar ta'mirlovchilar bo'yicha ko'proq so'rashadi. Hozirgi kunda jamiyatimizda kimyo texnologiya yo'nalishi bo'yicha elektrogaz payvandchilar, tokerlar hamda chilangar ta'mirlovchilar bo'yicha talabimiz yuqori. Va shu yo'nalish bo'yicha kelayotgan barcha xohlovchilarni biza malaka markazi orqali ishga qabul qilib kelmoqchimiz. Korxonamizda ish jarayoni smenali tashkil etilgan. Bunda birinchi smena soat 8 dan 4 gacha ishlanadi. Keyingisi soat 4 dan kech soat 12 gacha. Uchinchisida
Bu kech soat 12 dan ertalab soat 8 gacha ishlab kelinadi. Bugungi kunda nazariya va amaliyotni birlashtirgan dual ta'lim tizimi yoshlar uchun katta imkoniyat yaratmoqda. Maksam Chirchiqda ham oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, talabalar o'qish bilan birga ishlab chiqarish jarayonlarida amaliy tajriba orttirmoqda. Bu esa kelajakdagi mutaxassislarning tayyor kadr sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Prezidentimizning qaroriga binoan bu yil biz dual ta'lim o'qish jarayonini tashkil qildik. O'zimizda korxonamizda ishlovchi xususan 12 ta odam ikkinchi kursga amaliyotga o'qishga qabul qilindi. Dual anaqada oliy ma'lumotlilar o'z fikrini boshqa yo'nalishga yo'naltirmoqchi bo'lganlar. Ikkinchi oliy ta'lim olishi. Bu yil biz yana o'sha dual ta'lim bo'yicha o'zimizda yana kurslar e'lon qildik. O'sha kurslar bo'yicha asosan taxminan 20-25 ta ishchi xodim bizda bugungi kunda o'qishga jalb etilishi kutilmoqda dual ta'lim bo'yicha va o'zlari yangi tanlagan yangi yo'nalishlari bo'yicha oliy ma'lumotli mutaxassislar bo'lib tayyorgarlik ko'rishmoqda. Meni ismim Muqtam Diyor Dilshod o'g'li. Maksam Chirchiq korxonasida 17-yildan beri ish faoliyatini olib boraman. Bungacha bo'lgan davrda Chirchiq sanoat kasb-hunar kollejini bitirib, kimyo texnologiya yo'nalishi bo'yicha ishga qabul qilinganman. U davrdan boshlab men nazariy bilimlarim yetishmaganligi sababdan amaliy ish ko'nikmalarimni oshirib bordim va hozirda prezidentimiz qarori bo'yicha yo'lga qo'yilgan dual ta'lim tizimi bo'yicha o'qishga qabul qilindim 2025-yildan boshlab. Hozirda Toshkent kimyo texnologiya institutini kimyoviy injiniring fakulteti dual ta'lim bo'yicha ta'lim olib boryapmiz. Nazariy ko'nikmalarimizni oshirib hamda ish faoliyatimizdan jalb qilinmagan holatda ham o'qishni ham ishni o'z vaqtida olib boramiz. Kelajakda rejalar shu nazariy bilimlarimizni oshirib yangicha texnologiyalarni barpo qilish. Ayni damda O'zkimyo sanoat aksionerlik jamiyatiga qarashli Maksam Chirchiq ishlab chiqarish korxonasi hududida biz mana shu yerda Maksam Chirchiq ishlab chiqarish korxonasi qoshida Toshkent kimyo texnologiya institutini o'quv markazi tashkil etilgan va shu o'quv markazida mana bu yil 2025-2026 o'quv yilidan boshlab dual ta'limni yo'lga qo'yganmiz. Mana hozirgi kunda texnologik mashina jihozlar, kimyoviy texnologiya yo'nalishlari bo'yicha demak dual ta'limni amalga oshiryapmiz. Hozirgi kunda mana shu Maksam Chirchiqni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda mana shu talabgor talabalarimizni dual ta'lim asosida o'qishini yo'lga qo'yganmiz. Bundan keyin yana mana shu ishlarni davom ettirgan holda yana energetika yo'nalishlari bo'yicha yana o'sha korxonani ehtiyojidan kelib chiqadigan kerak bo'ladigan kadrlarga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqqan holda yo'nalishlarni yana kengaytirib mana shu dual ta'lim asosida amalga oshirish niyatimiz bor. O'quv jarayoni davomida mana dars jadvallari o'quv markazi sharoitidan kelib chiqqan holda tasdiqlangan va butun semestr davomida fanlarni bo'lib, ya'ni o'sha blok qilib o'qitishni yo'lga qo'yganmiz. Butun semestr davomida mana shu o'qitiladigan fanlari ketma-ketlikda o'qib, o'sha talabalarimizga ustozlar tomonidan bilim berib boriladi. O'zimizni ishchi xodimlarimiz ham har yili masalan aytaylik 600 ga yaqin ishchi xodim o'z malakasini oshirib boradi. Korxonaning o'zida, korxonaning ichida ichki tashqi o'quv kurslari bor. O'zimizda tayyorgarlikda kadrlar tayyorlash bo'limida o'zimizda alohida ajratilgan xona va kurslar va to'liq ta'minlangan xonalardan iborat. Undan tashqari maketlarimiz bor. Uning uchun o'sha maketlardan turib o'qishi mumkin, tayyorgarlik ko'rishi mumkin. Maket 100% bir-biriga to'g'ri keladigan maketlar. U aytaylik qiyin sohadagi o'sha
aytaylik ko'p quvvatga ega bo'lgan sintetik amak ishlab chiqarish jarayonining maketi yoki amakni selitra oladigan ishlab chiqarish sexining butun korxonasining butun maketi oxirgi liniyalardan tortib oxirgi quvurlargacha bo'lib ko'rsatilgan o'sha quvur. Uning uchun joyga chiqib o'rganib, bilib, joydan o'rganishdan oldin o'sha nazariy tomondan o'sha maketlarda biz o'qitamiz odamlarni. Aytaylikki, keladigan insonlarning barchasi ham tayyor holatda kelmaydi. Ular aytaylik nazariy tomondan va oladigan bo'lsak, biz amaliy tomondan ularga yordam beramiz. Amaliyotda yaxshi ishchi bo'lish uchun ximiya sohasida minimum eng kam degani 3 yil ishlash kerak. 3 yil o'z sohasida bilimi bo'lsagina uni ko'zini yumib hamma texnologiyani olib boradi. Maksam Chirchiqda ishlab chiqarish jarayonlari murakkab texnologik tizim asosida olib boriladi. Bu yerda xomashyo qayta ishlanib, qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan mineral o'g'itlar tayyorlanadi. Korxonada xavfsizlik, sifat va samaradorlik masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Hozir biz korxonaning amak 2 sexida joylashib turibmiz. Amak 2 sexi bu yirik quvvatli sintetik amak ishlab chiqarish texnologiyasiga asoslangan holatda bo'lib, 1360 tonna sutkasiga ishlab chiqariladigan quvvatga ega bo'lgan amak 2 sexida mavjud turibmiz hozir. Amak 2 seximiz eng yirik quvvatli agregat hisoblanadi. Energiya texnologический agregat hisoblanadi. Bu yerda tabiiy gazdan, metandan vodorodni ajratib olamiz va atmosferadan havoni tarkibidan azotni ajratib oladigan qismlardan foydalanib, undan amak ishlab chiqariladi. Bu birinchi boshqaruv pultimiz gaz tarkibidagi oltin gugurtlardan tozalash jarayoni olib boriladi hamda tabiiy gazni, metanni parchalash usuli bilan vodorodni hosil qilib olish. Undan keyin tabiiy gaz tarkibidagi suv va SO2 ga parchalash hamda bug' ishlab chiqarish jarayonlari olib boriladi. Keyingi qismimiz bo'linmasi bu gaz tarkibidagi suvni SO2 ni tozalab korxona tarmog'iga yuboriladi. SO2 da endi основной karbamid iste'mol qiladi. O'sha karbamid ishlab chiqarish uchun SO2 hamda amak qo'shimchasidan foydalanib karbamiddan ishlab chiqariladi. Boshqaruv pulti endi hozir yangi qurilmalardan foydalangan. Mashdan turib jarayon ishlab chiqarilgan jarayonni boshqarib boriladi hamda yoqda registratorimiz bor. O'sha sarfni, bosimni, sathni o'lchab turadigan qurilmalarimiz bor. Hammasi o'sha ekranga chiqarib turiladi. Bular ishlab chiqarayotgan jarayonni texnologik parametrlarini yozib boryaptilar, registratsiya qilib boryaptilar. Har soatda mana shu blokka tegishli parametrlarini har bittasini o'zini me'yorida emasmi, shunga qarab turib yozyaptilar. Hammasi me'yorda bo'lsa, ortiqcha me'yorlari yo'q deb urg'u berib o'tib ketadilar. Bu knopkalarni qanaqa vaziyatda ishlatasiz? Knopkalarimiz, bu tugmachalarimiz, nasosni qurilmalarimiz bor. O'sha nasosni bitta nasosimiz ishda holatda bo'lsa, ikkinchi nasosimiz zaxira qismida bo'ladi. Bu o'sha ularni elektrodvigatel quvvatini ishga tushiradigan knopkalari bo'ladi. Qo'shish yoki to'xtatish knopkalaridan iborat bo'ladi. Yonidagilari sathni o'lchaydigan priborlarimizni ushlab turadigan sozlama klapanlar hisoblanadi. Keyingi bo'linmamiz sintez bo'linmamiz hisoblanadi. O'sha gaz tarkibidagi hamma gazlardan tozalanib, faqat vodorod va azot birikmasi hosil bo'ladi. O'sha birikmada sintez bo'linmasida, sintez kolonna qurilmasida temir katalizator ishtirokida reaksiya jarayoni ketadi. O'sha vodorod bilan amak birikmasini majburiy holatda qo'shishga majburli holatda birikma hosil qilib, suyuq amak hosil bo'ladi. Endi yuqori bosim, yuqori temperatura betda jarayonda hozirgi paytda 230 kilo bosim ostida va 530 temperatura Selsiy gradusda haroratda jarayon olib borilyapti.
bu barcha jarayonlar bizni yuqorimizda tepamizda turgan turboprovodlar orqali o'tayotganini qiladi amalga oshiradi. Bu yerda mana pnevma sxemamiz bor. Butun agregatimizni texnologik sxemasi bo'ladi. O'sha gaz, tabiiy gaz kirib kelishidan to ammiak hosil bo'lguncha mana shu agregatimizni texnologik sxemasi jarayoni ko'rsatiladi. Qurilmaga jo'natadigan 402 kompressorimiz bor va sintez gaz kompressorimiz, shu eng katta oxirgi kompressorimiz 401 kompressor 250 bosimda o'sha kolonna sintezga yuboradigan kompressorlarimiz bor. 2025-26 yili kompressorimizni sistema regulирования qismlarini biz avtomatizatsiyaga o'tkazdik, rekonstruksiya va modernizatsiya qildik. Boshqaruv tizimi mana shu monitoring orqali olib boriladi. Mashinist kompressorning qurilmasi joyidan ham boshqarsa bo'ladi va shu yerda o'tirib ham bemalol anaqa tezligini, kompressor tezligini yo kamaytiradi, yo oshiradi. Gaz yo havo kerak bo'lsa, klapanni qurilmani ochib, yopib, mana shu o'zidan boshqarib o'tiriladigan tizimga o'tganmiz. Yirik sanoat korxonasida bilim va tajriba eng muhim omillardan biri sanaladi. Bugungi kunda Maksam Chirchiqda ko'plab oliy ma'lumotli yosh mutaxassislar faoliyat yuritmoqda. Ular orasida kimyogarlar, texnologlar, energetiklar, IT mutaxassislari va ishlab chiqarish menejerlari bor. Korxona yoshlarning o'z ustida ishlashi va kasb rivojlanishi uchun ham imkoniyat yaratmoqda. Kimyo sohasida shunisi qiziq joyi borki, siz bilishingiz kerak reaksiyani tenglamasini kirganidan chiqishgacha. O'sha reaksiya tenglamasini qiladigan ishchi har doim oliy ma'lumotli bo'lmaydi. Nega deganda bizda qop yuklovchi bor, tayyor mahsulotni boshqa joyga jo'natuvchi bor yoki texnologiyani olib borishni jarayonini olib borishdan boshidan oxirigacha yetkazuvchi bor. Ular o'rta maxsus bilimga ega va ular bizda aytaylik qo'llanma nizomlarda shunday yozilganki 3 yildan keyin u maxsus o'qish bilimiga bilgan egallagan inson o'sha lavozimni egallay oladi degan. Oliy ma'lumotli 1 yildan keyin egallay oladi. 1 yilgacha u amaliy va nazariy tomondan yana bir o'zini chaqlab, o'sha narsani bilib, o'rganib, ana o'shandan keyingina aytaylik lavozimga egallab, o'sha lavozimni o'zini orqasidan o'sha aytaylik odamlarni, smenani, butun sex korxonani olib borish vaziyatiga egallay olishi mumkin. Ularning oyligida ham farq bo'lsa kerakmi? Oyligida albatta farq bor. Aytaylik oddiy oyligimiz 1,5-2 barobargacha farq qiladi. Bu oliy ma'lumotlikni oddiy ishchiga qaragandagi oyligi. Bu korxonada turli hududlardan kelib ishlayotgan yoshlarni uchratish mumkin. Kimdir oliygohni tamomlab ish boshlagan bo'lsa, yana kimdir o'qish bilan birga mehnat qilmoqda. Ularning har biri o'z kasbi orqali katta ishlab chiqarish tizimining bir bo'lagiga aylangan. Bu yerda ishlash uchun qaysi oliygohni tamomlagansiz yoki oliygohda o'qimagansiz? Oliygohda o'qiyapman hozir. Ha, hozir o'qiyapsiz. Qaysi yo'nalishda? Kimyo texnologiya yo'nalishi bo'yicha o'qiyapman hozir. Ish qanaqa, qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Sizlar uchta ishlaysizlar. Uchta ishlaymiz. Siz ikkinchi smensiz? Hozir kunduzgi smenamiz, hozir birinchi smenamiz, kunduzgi smen. Oylik qanaqa? Oylik bo'ladi yaxshi. Men kimyo fizik kerak bo'ladi ko'proq. Matematika ko'proq kerak bo'ladigan qiladi. Til bilsa ham yaxshi, rus tilida ham ko'proq texnologik jarayonlar, ruscha ham ko'proqda ma'lumotlar. Raqamlashtirish bo'yicha bu yangi sistema 2025-26 yilga ko'ra biz raqamlashtirdik, sifrizatsiya qildik, avtomatlashtirdik. Eski sistemada yangi, ya'ni kompyuterlashtirdik. Hozir prezident talabi, davr talabi raqamlashtirish keltirgan hisobiga 3 ta eng asosiy kompressorlarimizni oson boshqaruv va osonlashtirish uchun, o'zimizga ishlash osonlashtirish uchun qo'yildi. Birinchi o'rinda xavfsizlik, kompressorlarimiz xavfsizligi ta'minlandi, kompressorlarimiz analiz qilishi oshdi, kompressorlarga bo'lgan talablar yanada yuqori qo'yildi va bizga osonlashdi. Bu dasturni siz ishlab chiqardingiz? Yo'q, bu qo'shma dastur, chet ellik hamkorlardan, Polshadan mutaxassislar kelib birga bu dasturni qo'yib, birga ishlab
o'qishni bizga o'qib berishdi. Malaka oshirish borib malaka oshirib keldi kerakli muhandislarimiz. Keyin bu yerda ular kelib har bitta mashinist qurilmalari, kompressor qurilmalariga o'rgatdi, dars o'tildi hamda ularga yo'riqnoma berildi, qanaqa ish foydalanishlar bir-biri bilan malaka oshirish ishlari olib borildi. Har bir jarayonda o'sha korxonani mutaxassislari bilan birga ishga qo'yish jarayonlarini olib borildi. 2018-yili Toshkent kimyo texnologiya institutini noorganik moddalar fakultetini bitirib, o'zim yo'nalishim bo'yicha shu Maksam Chirchiq aksiyadorlik jamiyatini Aymak 2 sexiga qabul qilindim. Bu sexda reforming bo'limida 6-darajali gazogeneratsiya apparatchisi bo'lib ishlamoqdaman. O'tgan yil davomida ustozlarimdan, boshliqlarimdan texnologik rejimni olib borish, kimyoviy texnologiya jarayonlari bo'yicha katta bilim va tajriba orttirdim. Institutda olgan nazariy bilimlarimni bu yerda amaliyotda ko'rsatib, tajribamni orttirib, yana ustozlarimdan yana bilim olishda davom etyapman. Bizning reforming bo'limimiz metan gazini parchalash va bug' ishlab chiqarishdan iborat. Buning uchun bizga tabiiy gaz va havo kerak bo'ladi. Amak ishlab chiqarish uchun asosiy mahsulotlar, xomashyolar. Faoliyatimiz davomida, mana shu sexda ishlash davomida texnologik rejimni olib boramiz. Texnologik rejimda gaz, suv, havo kabi moddalarni bosimi, harorati, ularning sathi, sarfini kuzatib boramiz va nazorat qilamiz. Va kerakli paytda o'sha to'xtatish, ishga qo'yish operatsiyalarini olib boramiz. Oxirgi yillar davomida bizning agregatimizda katta o'zgarishlar bo'ldi, yangiliklar bo'ldi. Quvvati oshirildi. Amak ishlab chiqarish agregatini 1360 tonnadan 1500 tonnaga zamonaviy axborot texnologiyalari joriy qilindi. Sun'iy intellekt, mana kompyuter jihozlari bilan ta'minlandi har bitta blok. Bu bizlar uchun yanada ham qulay sharoitlar yaratdi. Texnologik rejimni qulay va tez olib borish bo'yicha. Bu sexda 2018-yildan beri faoliyat olib boraman. Shu davr mobaynida 4-daraja va 6-daraja gazogeneratsiya apparatchisi bo'lib ishladim. Hozirda mana texnologik rejimni olib borish bo'yicha yetarli ko'nikma bilimlarga ega bo'ldim. O'zimiz seximizdan tashqari korxona bo'yicha ham boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish, boshqa texnologik jarayonlarni olib borish bo'yicha ham tajriba almashdik boshqa sexdagilar bilan. Institutda o'rgangan fanlarimiz kimyoviy mashina va jihozlar, noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi, organik moddalar kimyoviy texnologiyasi va boshqa tabiiy fanlar, algebra, amaliy mexanika, umumiy kimyo, analitik kimyo kabi fanlar bu ishimizda katta yordam beryapti. Chunki nazariy bilimlarni egallamasdan turib, ularni amaliyotda ishlatib bo'lmaydi. Bu Amyak 2 sexida 2020-yil 3-fevraldan ishni boshlaganman. 4-blok kompressiya bo'limida kompressiya qurilmalar mashinisti bo'lib ishga qabul qilindim. Shundan beri hozir 6 yil davomida shu kasbni egallab kelyapman. Kompressiya qurilmalarida bizda asosiy 3 ta kompressiyamiz bor. Havo kachat qilib beradi, tabiiy gazni kachat qilib beradi. Boshqa bloklarga bizning vazifamiz havo va gazni siqib, uni davleniyasini ko'tarib, boshqa bloklarga uzatib berish. Undan keyin gazni esa tozalangan gaz, AVS, azot vodorodni smesisi sintez blokiga uzatib berish vazifamiz. So'nggi yillarda bizlar kompressiya bo'limimizda juda katta o'zgarish bo'ldi. O'zgarish shundaki, markaz joyida turib boshqaruv kompyuterlashtirildi. Tizimimiz turbinamizni ishlash prinsiplarini o'zgartirishlar kiritildi. Shu kompyuterda turib oborotlarini olib, oborotlarni yechib, shu joydan kompressorlarimizni ishga tushira olamiz va shu joydan to'xtata olamiz. Har xil rejimlari, temperaturalarini, rasxodlarini hammasini shu yerdan ko'rib, nazorat qilib olib boramiz ishimizni. Bizning asosiy vazifamiz Amyak 2da texnologiyamiz bo'yicha faqat gazlarni siqib,
boshqa bloklarga uzatib berish. Hozirda malakani oshirish bo'yicha yana Toshkent gumanitarniy universitetida o'qiyapman. Kompyuter injiniring bo'yicha sohamni boshladim. Bizning sohamizga hozir kerak bo'lyapti, kompyuterlashtirilgani uchun kompressorlarimiz kompyuter tizimiga o'tdi. Markazdan mana shu boshqaruv pultimiz kompyuterlashtirdi, asboblashdi. Shuning uchun shu va anaqa institutda o'qiyapmiz. Men Rustamov Farruh Hamidullayevich 2013-yildan Maksam Chirchiq aksiyadorlik jamiyatida ishlab kelaman. Boshida 2013-yil nazorat o'lchov asboblari va avtomatika sexini elektrik bo'lib ishlaganman. Undan keyin 15-yildan amakli selektor ishlab chiqarish sexida Nova va A ya'ni nazorat o'lchov asboblari va avtomatika ustasi lavozimiga o'tganman. Shu 15-yildan beri shu lavozimda ishlab kelaman. Ish faoliyatim asosan o'sha nazorat o'lchov asboblariga xizmat ko'rsatish, o'sha texnologik jarayonlarni boshqarish uchun hamma signallar, informatsiyalarni shu kompyuterlarga chiqarish, kelayotgan signallar o'sha bizani datchiklardan keladi. Bugungi zamonaviy sanoatni raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Maksam Chirchiqda ham ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, nazorat qilish va boshqarishda zamonaviy raqamli tizimlardan foydalanilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta'minlash va inson omilini kamaytirishda muhim rol o'ynamoqda. Hozirda biz korxona Maksam Chirchiq korxonasini analitik situatsion markazidamiz. Bu markazga korxonadagi ishlab chiqarilayotgan mahsulot, ishlab chiqarish sexlaridagi raqamlar, moliya raqamlari, buxgalteriya tizimiga ulangan raqamlar, shu bilan birga korxonadan vakolatli omborlarga ortilgan mahsulotni qoldiqlari, birja savdolari, energiya sarfi hammasi chiqib turadi tizimda. Tizimga ulanish uchun VPN tizimlaridan foydalanganmiz. Bular hammasi Uskimyo sanoat aksiyadorlik jamiyatiga ham chiqib boradi. Bugungi kunda korxonamizda 50 kilometrdan oshiq optik tolali aloqa liniyalari yotqizilgan va hamma ishlab chiqarish sexlari va yordamchi sexlar 100% kompyuter lokal tarmog'iga ulangan. Korxonada 10 ta server, 1000 dan oshiq kompyuter va 650 dan oshiq chop etish qurilmalari mavjud. Raqamlashtirish yo'nalishida bir qator ishlar olib borilgan, ya'ni korxonani ishlab chiqarish sexlarida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlari joriy etilgan. Bular dunyoning yetakchi kompaniyalari Invensys, Schneider Electric kabi kompaniyalarni platformalarida joriy etilgan. Bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri bo'lgan atrof muhitni saqlashda ishlatiladigan atrof muhitga chiqadigan ifloslantiruvchi moddalarni hisobga olish va ularni monitoring qilish bo'yicha avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etilgan va joriy etilib kelinmoqda. Bu bilan biz korxonadagi sexlarning atrofida bor muhitni qay darajadaligini monitoring qilib boramiz. Bundan tashqari buxgalteriya hisobi, ish haqi hisoblari, xodimlarni boshqarish kabi tizimlarni 1S tizimiga o'tkazganmiz. Shu bilan birga Respublika tovar xomashyosi va soliq qo'mitasi tizimlari bilan integratsiya qilingan g'aznachilik tizimini ham yo'lga qo'yganmiz. Bu tizimlarga 1S tizimiga avtomobil va temir yo'l elektron tarozilari ham ulangan, integratsiya qilingan. Shu bilan birga bizga bu hisob fakturalari va tovar transport xatlarini faktura.uz tizimi orqali operativ tarzda avtomatik ravishda yuborishi yordam beradi. Korxona ichida hujjat aylanish tizimini ham joriy etganmiz. Bu bilan biz qog'oz sarfini kamaytirish, ma'lumotlarni operativ ravishda maqsadli yuborishda ishlatiladi. Axborot xavfsizligiga keladigan bo'lsak, korxonamizda firewall tizimini joriy qilganmiz, IDECO tizimi. Hamma kompyuter va serverlarda antivirus dasturlari o'rnatilgan, USB portlarda foydalanish cheklangan.
hudud kirish chiqish nazorat qilish uchun joriy etilgan tizimlardan biri bu magnit kartalar va Face ID orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga korxonani ishlab chiqarish sexlari va hudud perimetrlari bo'yicha 1000 ga yaqin kamera o'rnatilgan va ular operator video kuzatuv operatorlari orqali kun-u-tun monitoring qilib olib boriladi. Sun'iy intellektdan foydalangan holda biz bu yil xavfli ishlab chiqarish hududlari va qimmatli metallar saqlanadigan sexlarda ogohlantirish tizimini ishlab chiqardik. Bular ham o'sha video kuzatuv operatorlari va mutaxassislar tomonidan nazorat qilib boriladi. Bank aylanmalari, debitor kreditor qarzdorliklar, birja sotuvlari, ko'rib turganlaridek omborlardagi qoldiqlar, energiya sarfi aks etib turibdi. Kelgusida sun'iy intellekt orqali boshqariladigan boshqa tizimlarni ham bu dashbordga kirgizishga reja qilganmiz. Bugungi kunda sanoat korxonalarida xotin-qizlarning o'rni tobora ortib bormoqda. Maksam Chirchiqda ham turli yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan ayol mutaxassislarni uchratish mumkin. Ular laboratoriya, texnologiya, boshqaruv va boshqa ko'plab yo'nalishlarda samarali mehnat qilmoqda. Korxonamizda 2000 dan ortiq ayollarimiz bor. 2000 dan ortiq. Endi yosh jihatdan oladigan bo'lsak, oliy ma'lumotlilarning ichida aytib o'tganimdek 400 dan yaqini, 400 ga yaqini, 1400 dan ortiq bo'ladigan bo'lsa, 400 ga yaqini hammasi bu injener texnik xodimlar, ular ayollar. Markaziy laboratoriyada 90%, 95% hammasi ayollar. Markaziy laboratoriya 100 dan ortiq ishchi ishlaydi. Bu qozonini mashinisti, og'ir ishda ham ishlaydigan ayollar bor. Bu qozonini mashinisti. Suv haydash mashinistlari, qop tikuvchi anaqalar, kran, mashinist kran, yuk ko'tarish kranlarini mashinisti, qoplovchi, qadoqlovchi ishchilarimiz, oshpazdan tortib laborantgacha va xullas kalom aytadigan bo'lsak, dvigatellar remont qilayotgan ayollarni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir bugungi kunda bizda unaqa bu erkak, bu ish faqatgina erkak, bu ish faqatgina ayol degan bo'lish yo'q. Yuk ko'tarish bo'yicha ximiya sohasida va butun xomir sohasida ayollarga masalan 20 kilogacha ko'tarish mumkin bo'ladigan bo'lsa 15 kilogacha, erkaklarga 50 kilogacha. O'sha yukka qarab turib biz ayollar ishlashimiz. Sanoat sohasida muvaffaqiyat qozonayotgan yosh qizlar bugungi jamiyatimizning faol vakillaridan biridir. Mas'uliyat, bilim va mehnatsevarlik orqali ular murakkab ishlab chiqarish jarayonlarida ham o'z o'rnini topmoqda. Maksam Chirchiq korxonasini markaziy laboratoriyasida analitik nazorat guruhida kimyoviy tahlil laboranti bo'lib ishlayman, faoliyat yuritib kelaman. Mendeleyev universitetini Toshkent filialida 4-bosqich talabasiman. Mineral o'g'itlar yo'nalishida, organik ximiya yo'nalishida o'qiyman. 4-kurs talabasiman. Asosiy mana ishxonamizda asosiy ayollar, xotin-qizlar ishlashadi. Yo'q, ishimiz og'ir emas. Bizaga ma'lum bir xilda ma'lum moddalar keladi, bir xilda noma'lum moddalar keladi. Bizani asosiy metodikalarimiz bor. Ya'ni shularga qarab biz uni tarkibidagi moddalarni aniqlaymiz. O'zini rasyotlari bor, ishimiz qiyin emas, faqat shuni aniqlab, rasyotlarini to'g'ri qilib, vaqtida analizni rezultatlarini aytsak, bu shu ishimiz qiyin emas. Masalan, jiddiy ammiakka olamiz, biz grafik bo'yicha har oy qilinadi u analiz. Jiddiy ammiakka olganimizda ichidagi temirini, uni jelezasini, suvini, keyin yog'i bo'ladi ma'lum miqdorda. Shularni analiz qilamiz. Fotokolorimetriy metod orqali ham aniqlab, visovoy metodlarda aniqlab, keyin rezultatini ko'rib beramiz. Agar o'zini normasi bor metodika bo'yicha, agar normadan ko'p oshib ketsa yoki shu oshib ketsa, biz uni albatta boshliqlarga yetkazamiz. Biz Anak 2 sexida ishlaymiz. Hozirda mana Anak 2 sexidamiz va bizning seximiz gazobrazniy anakdan suyultirilgan anakni ishlab chiqarish bo'yicha faoliyat yuritadi. Hozirda mana gazsimon anakdan biz suyultirilgan anakni ishlab chiqarish protsessini
tekshiramiz. Bizning asosiy ish vazifamiz sexda ketayotgan prosesni nazorat qilish va kimyoviy tahlilni olib borish. Kimyoviy tahlilda biz jarayonda ketayotgan balki bir xil nosozliklarni, kamchiliklarni bartaraf etishlari uchun o'z vaqtida ma'lumot beramiz va bizning ma'lumotlar bo'yicha apparatchiklar, nachalnik smenlar o'sha sexdagi отклонениyalar bo'ladimi yoki bo'lmasam kamchiliklar bo'ladimi to'g'rilashadi. Bizning asosiy vazifamiz shu kimyoviy tahlil analizlarini olib borish va jadval bo'yicha grafikka to'g'rilab jurnalimizga yozish. Analiz kontrolni. Mana hozir shu jarayon bizada ketyapti. Analiz qilish jarayoni, kimyoviy tahlil qilyapmiz va analiz javoblarini, natijalarini ko'rib, nachalnik smenamizga, sex boshlig'imizga ma'lumot beramiz. Men hozirda Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetida sirtqi ta'lim bo'yicha o'qiyapman. 4-bosqich talabasiman. Bizning universitetda olayotgan, o'sha oliygohda olayotgan bilimlarimiz hozirgi kunda seximiz ravnaqi uchun, seximiz rivojlanishi uchun juda katta hissa qo'shmoqda. U yoqdagi bilimlarni olib, bu yerda ish tajribamda, o'z faoliyatimda olib bormoqdaman. Maksam Chirchiq bu shunchaki korxona emas. Bu minglab insonlarning mehnati, tajribasi va kelajakka bo'lgan ishonchini birlashtirgan katta sanoat maskani. Bu yerda tajriba va yoshlar, ilm va amaliyot, an'ana va zamonaviy texnologiyalar uyg'unlashgan. Ilmiy tadqiqot o'tkazish bo'yicha bizda innovatsiya sentri, investitsiya sentri va markaziy laboratoriyamizda отдельно sektorlarimiz bor. Bu fizika-kimik sektor, yangi texnik jihatdan boshqarish sektori. Ularsiz bularsiz hayot bo'lmaydi. Nega deganda aytaylik, mana oddiy misol, biror bir ishlab chiqarish jarayonida o'zgartiruvchan kiritish yoki yangilik kiritish yoki uzoqroq ishlash, o'sha ishlab turgan biror bir jihozni yana ham ko'proq ishlab chiqarishini uzaytirish uchun o'sha qo'llanmalar keladi. Va ratsionalizatorlik ishlari, aytaylik, mana hozir bizda yaqinda hakaton anaqasi bo'lmoqchi, yoshlar bo'yicha takliflar kelib chiqadi. Mana bu texnologik jarayonni, mana bu joydagi harorat va bosimni o'zgartirgan taqdirda o'zgarish bo'lishi mumkin bo'lgan jarayonni bizga yozib keladi va biz umumiy yig'inda bu narsani ko'rib chiqib, yo qo'llaymiz, yo qo'llamaymiz. Qo'llagan tomon vaqtlarimiz ham bo'lgan, o'zgartirishni kiritib, bu yerga ozgina qo'shimcha qo'shishingiz kerak degan narsalar ham bo'lgan. Yana bir narsasi aytib o'tishim kerakki, bizda jamiyatimizga kelib, ishlab chiqarishimizga kelib 100dan ortiq doktorlarni aytishim mumkin. 100dan ortiq nomzodlarni aytishim mumkin. Fan nomzodlari, fan doktorlari, professorlari bu yerda ilmiy ish qilib ketgan va u ilmiy ishni faqatgina korxonada yoki aytaylik institutda qila olmaysiz, laboratoriyada. Buni ishlab chiqarishda joriy qilish kerak. Ishlab chiqarishda kelib, ko'rib, ishlab chiqarishda balki ba'zi bir insonlar borki, ularni o'zlari professordek bilimlari bor, lekin oliy ma'lumoti yo'q. Uni imkoniyati bo'lmagan, hayotiy tomondan imkoniyati yo'q. Ana o'shanlardan maslahat so'rab, ular bilan birgalikda jarayonni ko'rib chiqib, ana undan keyin o'sha o'zlar ilmiy ishlariga o'zgartirishlar kiritgandan so'nggina ruxsat berib, o'sha bajargan ishlarini yakuniga yetgandan keyingina nomzodlik yoki doktorlik aniq ishlarini bajarganlar. Juda ko'p doktorlardan so'rasangiz, ba'zi kimika, texnika tomonidan ishlab chiqqan doktorlar ko'pchiligi uzoqqa bormasdan turib, aytaylik, Chirchiq shahridagi kimyogarlar shahri bo'lgani uchun kimyogarlar shahriga kelib shu yerda o'z ishlarini qilgan. Yurtimiz iqtisodiyoti va qishloq xo'jaligi rivojiga xizmat qilayotgan ushbu korxona bugun ham yangi maqsadlar sari odimlamoqda. Biz esa ana shunday mehnat ahli faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Maksam Chirchiqdan maxsus reportajimiz shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat.